Assalomu alaykum akalar. 6 ta mana Arashan qo'zi sog'luvchilar 4 oylikdan o'tgan, sutdan chiqqan variantlari. Ularlari ham har xil akalar. 19, 18, 20 ham bor ichida bitta, ikkita. Bo'ylar asosan shu 65-70 atroflarida mana 4 oylik qo'zichoqlar. Lekin mana tarbiyalab, boqib, qo'y qilaman degan aka-ukalar bo'lsa tavsiya qilamiz. Suylar mana baquvvat hammasini. Dumbalari tikka mana. Ular yana ham ocharib ketadi, svetli bo'lib ketadi. Mana shu orqa tomondan ocharib kelyapti. Hammasida razrezlari dakansa, suyaklari qalin. Quloq joylashuvlari mana. Akalar, bu elita emas, ochig'ini aytamiz, bilasizlar. Birinchi, ikkinchi klassga tortadigan qo'ylar, pul yengil variantlari olib, baqib, tarbiyalab, chiroyli parvarishlasa mana shular yaxshi qo'chqor bilan ishlaganda bola beradigan qo'zi sog'luvchilar. Pul yengil variantlari. Juda ham ko'pchilik mana kanalda so'raydi qo'zi sog'luvchilarni mana akalar. Hozir bittasini ushab, bo'yini, quloqlarini ham ko'rsatib beramiz. Hurkumasi qochib olmaydi mana odamga yaqin. Mana dumbalari, bel tomonlari mana. Akalar, mana bo'ylari 70 plus ekan. Quloqlarini ham ko'rib beryapmiz mana. Necha aka quloq? 18 plus, 19, 20 shunaqa. Akalar, mana qo'ydi holati, mana suyaga, rangi, asosiysi rangni ko'ringlar, juda ham svetli. Quloqlari ham joylashuvlari yaxshi, shirinalari keng. Kallalarni ko'rsatib bering aka. Mana qo'zi sog'luvchilar. Mana tarbiya qilib boqaman degan aka-ukalar bo'lsa, pul yengil variantlari, mana sheriklari. Yeyishi, ichishi hammasi yaxshi. Ozgina tarbiya, mehr kerak bularga akalar. Chiroyli mehr berilsa mana yaxshi variantlari bor. Mana qo'zilar. Dumbalari tikka, razrezlari bor. Quloqlari shiroki. Oyoqlari ham qalin. Глаза какие. Уже 10, получается, да, родили? Men bo'g'oz sog'liqlarni zo'ridan boqaman deganligi 6 dona qo'zi sog'liqlarimiz. Qo'ylarimiz Namangan shaharda turibdi. Qo'ylarimiz yedishlari yaxshi holatda. Yaxshi qo'y qilib olaman deganligi 6 dona mana zo'ridan. Qo'ylarimiz ichida 4 ta naqd bo'g'ozi bor. 6 tasini bir joyga olaman deganligi cho'h jonivorlar. 6 million 800 dan beramiz qo'ylarimiz.
bo'g'izlari zo'rdan boqaman deganda quloqlari garmonasi o'ta go'zal holatda qo'ylarimiz. Demek ki ben ikkita qo'chqor oldim mana. Mana shuni aylaqish. Edilbay qo'chqorlarni aka. Mana yaxshisidan bo'ladi. Sal junlari ham sim-jun tozaroq. Mana bunlar o'rtalari bor. Orqalarini ko'rsatmayapti-da. Ish buzishga kelib qolgan, lekin buzmabdi, bir oylik qolibdi. Ish buzishi tishlarning orasini ochib olibdi o'zi. Navoda xolam tushib ko'raman desa ko'rsin. Ikkiga qo'chqor bor ekan. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana bugun chiroyli bizni qo'radan bitta qo'zimiz sotuvga chiqyapti, xudo xolasa. Bu 80 liniya bu. Bu qo'zimizning onasi afg'on. O'zi polokirovka. Mana chistata, dumba razrezli buzilgan dumbalar. Bo'yi 82, quloq 20. Qo'zimiz 9 oylik qo'zi. Ishqibozlar ichiga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Mana chiroyli ranglarni chiqaraman, seleksiya qilaman deganlarga. Juda ham chiroyli egizaklar bor, xudo xolasa. Assalomu alaykum, mahligiroq. Biz yangi mehmon. Ertalab fermerga kelsak, Mana ikkizachi. Opa singil ekan. Xudo xolasa qo'ylarimiz bo'g'oz, qo'zi bo'g'ozlar. Qo'chqor bilan yurgan ekan. Xudo xolasa bittasi naqd bo'g'ozligi, ikkinchisi ham endi
Bismillah. Maşallah. Fransuz qizlari bor. 4tasi ham. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana bugun chiroyli bizni qo'radan bitta qo'zimiz sotuvga chiqyapti, xudo xolasa. Bu 80 liniya bu. Bu qo'zimizning onasi afg'on. O'zi polokirovka. Mana chistata, dumba razrezlar buzilgan dumbalar. Bo'yi 82, quloq 20. Qo'zimiz 9 oylik qo'zi. Ishqibozlar ichiga yechib ko'rasizlar, xudo xolasa. Mana chiroyli ranglarni chiqaraman, seleksiya qilaman deganlarga. Juda ham chiroyli egizaklar bor, xudo xolasa.